3 filialiga keldik. Bu filialimizning lokatsiyasini qisqa tushuntirib o'taman. Bu filialimiz Rossiya gostinitsadan o'tganda Yujniy vokzalga yetmasdan mana biz arkadan o'tib oldik. Bu bizning mehmonxonamiz. Endi mehmonxonani ichini obzor qilamiz. Xonalarimizni narxini aytib o'tib ketaman. Xonalarimiz 200 mingdan boshlanib 400 minggacha. Sen menga yonyapsan? Yo'q. Sizlarga birinchi bo'lib ko'rsatib o'tadigan xonam bu sevimli xonamiz, ya'ni deshchi kravatlarimiz bilan bor. Har bitta xonalarimizda o'zining sanuzelari bilan bor. Görmeyeyim seni yerlerde karşıma çıkma konuşmaya. Mana kishli xonalarimiz. Mana ko'rib o'tinglar. Aytganimdek, har bitta xonalarimizda o'zining sanuzellari joylashgan. Общий xonalarimiz, общий xonalarimiz ham bor. Studentlar bemalol kelsa ham bo'ladi. O'zining sanuzellari bilan.